chet elga o'qishga ketsam, til bilishim, IELTS yoki TOEFL ga topshirishim kerak degan fikr sizda ham bormi? Agar shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ehtimol siz adashasiz. Tasavvur qiling, IELTS yoki TOEFL ga topshirishning keragi yo'q. Hattoki turk tilini bilmasdan turib ham Turkiyada o'qish imkoniga egasiz. Imkonsiz deb o'ylayapsizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik chet elda o'qish uchun faqat til sertifikatlari kerak deb o'ylashadi. Lekin bu haqiqat emas. Turkiyada til sertifikatlari siz ham qabul qiladigan universitetlar talaygina. Qaysilari? Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Top 5 universitetlar. Birinchisi Istanbul Kent universiteti. Bu universitetda ingliz tili dasturlari juda ham ko'p. Ikkinchisi Istanbul Aydın universiteti. IELTS yoki TOEFL talab qilinmaydi. Uchinchisi Istanbul Medipol universiteti. Shartli qabul asosida o'qishga kirishingiz mumkin. To'rtinchisi Turkiyaning poytaxtida joylashgan Ankara universiteti. Universitetning o'zining ichki imtihonlari mavjud. Beshinchisi Gelishim universiteti. O'qishga kirganingizdan so'ng turk tili yoki ingliz tilini o'rganishingiz mumkin. Tasavvur qiling, siz bu universitetlarga o'qishga kirdingiz ham, lekin tilni bilmaysiz. Hech ham tushkunlikka tushishni hojati yo'q. Nega desangiz, universitet ichida til kurslari mavjud bo'lib, 1 yil davomida siz til o'rganib, keyin asosiy fanlaringizni boshlashingiz mumkin. Ba'zi universitetlar sizda IELTS yoki TOEFL bo'lmagan taqdirda ham shartli ravishda o'qishga qabul qiladilar. Bu nimani anglatadi? Siz hujjat topshirasiz, universitet sizni qabul qiladi, lekin yuqorida aytganimdek, siz til kursida 1 yil o'qib chiqib, keyin asosiy fanlaringizni o'qishni boshlaysiz. Keling endi men sizlarga qaysi universitetlarga shartli qabul asosida o'qishga kirishingiz mumkinligini aytib o'taman. Istanbul Yeni Yüzyıl universiteti, Istanbul Medipol universiteti va Altınbaş universitetlari sizni shartli ravishda o'qishga qabul qilishadilar. Ha, aytgancha do'stlar, o'quvchilar duch keladigan 3 ta asosiy muammo. Birinchisi IELTS yoki TOEFL yo'qligi sababli chet elga o'qishga ketishdan voz kechish. Ikkinchisi universitetlar faqat ingliz yoki turk tilini biladigan studentlarni qabul qiladi deb o'ylashlari. Uchinchisi grant yoki shartli qabul imkoniyatlaridan xabardor bo'lmasliklari. Yuqoridagi xatoliklarga siz ham yo'l qo'yishni istamasangiz, bizni YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Biz sizlar bilan Turkiya haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishib boramiz.